Bana bir işini gösterip koysalar, ben şu işini kılsam Allah beni söylesin, kişiler beni yaxşı görsün dedi. Hoş Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam bu sual kartta Allah'ın sevgisine eriştirildiğin, kişilerin muhabbetiga eriştirildiğin bir formulan depti. Biz heves kılgan bazı kişilerge Allah Subhanahu ve Teala bazı nimetlerini ulanı mukaffatlaş üstüne emez, azaplaş yüzüden bir işi mümkün. Yani Allah Subhanahu ve Teala sizge ilgar maşallarını verdi. Köp pul verdi. Andikin Allah Subhanahu ve Teala sizden o mal dünyalarını aldı mı? O beğenmegenden mi? Bekrak. Yok vaxtınızda bekrak azapınız. İnsanın tabiatı da mal dünyanı yaxşı görüdü. İnsanın kalbi mal dünyaya bağlanıp lam qağılı oranlı turudu. Bunun qanday qutulmaz? Biz bugün Allah'ın rahmeti ve fezlülen İmam Nevevi'ninki 40 hadis namlı kitabından 30. hadisini okuyumuz. Ve şundakla 31. hadisini okuyumuz. Yani 2 hadisini okuyumuz. Bizden okuyduğun 1. hadisimiz yani 30. hadis bolsa İslam'ın talimatının asaslık çoğun kısımlarının haber veriyordu. Ve şundakla Allah Subhanahu ve Teala haber vermegen bir kısım meseleler var. Onu Allah Subhanahu ve Teala'nın her gün unutup qalğanlıq emas, bizge kengchilik qilganlıq sebebinden Allah Subhanahu ve Teala bazı meselelerinki hükmünü bayan qılmağanlığını bizge haber veriyordu. Biz aldılan hadisini okuyla andın keyin şerilapmamız. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Tha'laba al-Khushani Jurthum ibn Nashir radiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem qal. Abi Tha'laba al-Khushani Jurthum ibn Nashir radiyallahu anhu nakil qilindi. O Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamdan nakil qilib Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mundaq dedi. İnnallaha farada faraida fala tudayyi'uha. Hakikaten Allah Subhanahu ve Teala perizlerini belgeledi. Fala tudayyi'uha. O perizlerini zaya qilib etmanglar. Ve hadda hududen fela ta'taduha ve hadlerini yani çek çigralarını belgeledi. O çek çigralardan ötep ketmanglar. Ve harrama eşya fela tentehikuha. Bazı narsalarni haram kıldı. Onu qılmanglar. Ve sekete an eşya rahmeten lekum gayra nisyan fela tebahathu an eşya. Yani bazı narsalardan sükut kıldı. Onu haram mı demedi, halal mı demedi. Gap qilmadi Allah Subhanahu ve Teala hükmünü bayan qilmadi. Gayra nisyan unutup qalğanlıqdan emas, sizlarga rahmat bo'lsin uchun, sizlarga kengchilik bo'lsin uchun ba'zi narsalarning hukmini bayon qilmadi. Fala tabahathu anha. O haqda izdanmanglar, uni ko'chirmanglar deydi. Ko'nglimizdak hadisdagi tunji qism bo'lsa Allah Subhanahu ve Teala bazı perizlerini belgeledi, onu zaya qilmanglar deydi. Yani İslam'ın talimatı, Allah'ın ko'rsatmalari oldi bilan qaysi qism qilinadi? Perizlarga. Bu Allah Subhanahu ve Teala'nın buyruğu işini gösterdi. Mesela namaz, roza, zakat ve shundaqla perizlarning eng muhimlaridan qatoridan qaysi? Zulmga qarshi turish, zulm qarshi qo'limizdan kelish harakat qilish, jaholat qarshi harakat qilish. Bu Allah Subhanahu ve Teala bizlarning ustiga yuklagan perizlarning qatoridir. Periz esa o namaz, rozalar kamosun. Albatta o periz, undan boshqa bizga o'xshash mahkum, mazlum xalq üstüde zulümden qutuluş uchun harakat qilishmi periz va shundaqla bizga o'xshash jaholat patgan xalqlarning ustiga jaholatdan xalqni qutuldirish uchun harakat qilish, quldan kelgancha tirishchilik ko'rsatish, quldan iqtisod keldigan iqtisodni chiqarish, ilm keldigan ilmni chiqarish orqali tirishchilik ko'rsatish o bir periz. Uni zaya qilmanglar deydi. Bu islomning ta'limotining birinchisi, ya'ni perizlar. İkincisi olsa Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam hadisda ve hadda hududan fala ta'taduha. Yani Allah Subhanahu ve Teala hadlarni, çek chegaralarni belgiledi, uni o'tib ketmanglar dedi. Allah Subhanahu ve Teala bazı meselelerde aniq çek chegaralarni sizdi. Sansıpırlık haleti sizde. Mesela miras meseleleri. Ana qanchak aladu, dada qanchak aladu, bala qanchak aladu, kız qanchak aladu. Allah Subhanahu ve Teala bunu sansıpırlık şekilde belgeledi. Bu Allah'ın haddi çek çigrası. Ve şundaqla töhmet qorqanda qılındı. 80 qamçı uruldu. Bu şunun oxşan sansıpırlık çek çigralarını Allah Subhanahu ve Teala belgeledi. Fala ta'taduha. Onu ötep ketmanglar. Onu yötkümanglar. 80'ni 90 qılsaqlamtiki. 80'ni amaldan qaldırсaqlamtiki. Ma anaga jiq ketipti, va yoki dadaga jiq ketipti, o'g'ilga jiq ketipti, qizga ketipti deb Allah'ın hadlarini, yani çek çigralarını asla ve asla özgertmanglar. Yani ikincisi qaysi ekan? Had hudud çek chegaralar. Üçüncüsü olsa hadis deyilgandek haram ishlar. Onunga yaqin yo'lamanglar deydi Peygamberimiz Muhammed. Zina, fahisha, yolg'on aytish, boshqaning haqqini yemilish, boshqalarga zulm qilish, mana shu Allah Subhanahu ve Teala haram qilgan ishlar. To'rtinchisi olsa Allah sukut qilgan ba'zi ishlar bor. Hukmi yo'q, Qur'onda yo'q. Sizning bilmasligingiz emas. Shu olimlar bilmaydi. Yani yo'q, uning hukmi yo'q. Bu Allah Subhanahu ve Teala'nın biz qo'ygan kengchiligi. Uning da o'zimizning tajribasiga foydalanib, o'zimizning aql yetkini bo'yicha va yoki bilgan islomning ruhiga tayinib turib ishlarni qilsak bo'ladi. Masalan, ko'p hollarda Allah Subhanahu ve Teala qarasak turmush masalalarga noit tafsili hükümlerini, yishimlarni biriklik Qur'on Kerimda. Onun başqa miras masalalarida tafsili chala qo'ymay biriklik. Ammo shu siyosiy masalalar deymiz. Masalan, bir islom davlati bo'lsa, islom qonun qilindi shunda, ammo qanday qonun qilinadi? Uning uslubi, uni ijro qilish yo'li, ma shakllarga hech qanday bir ko'rsatma muqim emas. Va shundaqla nurg'unlagan siyosiy masalalar bor. Uning da Allah Subhanahu ve Teala bizga kengir qilib qo'ygan. Uning da o'zimiz ijtihod qilib, foydali tajribalardan foydalanib turib qilsak bo'laveradi. Onun başqa masalan so'z-setiq deymiz. Bir qancha ishlar harom qildi Allah Teala so'z-setiq masalasida. Jazoni boshqalarni aldamaslik, bani yo'q ko'rsatmaslik, boshqalarni ziyonga uchratmaslik. Ya'ni unda boshqa mubham, uqumsiz ishlar. Unda bo'lmaydi ekan so'z-setiq yo'limi intayin
kengri. Şuna hükm yok işler Allah subhanahu ta'alanınki biz qilgan bir kengchiligi. Bu meselelerde cho'nqilmaslik kerak, ko'chilmaslik kerak, o'zimizga ish topmasligimiz kerak. Bani Isroillarga o'xshab qolmasligimiz kerak. Bu Allohninki rahmati va fazli. Ammo o'zimiz hukmini bilmagan ishlarda, buni hukmi yo'q ekan deb qilib o'zimiz oldigan bo'lamiz. Bu bizning bilmasligimiz, u Allohninki sukut qilganlik emas. Qur'ondan bo'lmasa, hadisdan bo'lmasa, fiqhdan uning hukmi bo'lmasa, undan keyin bu unda bo'lsa, Alloh taolo buni unutib qolibdi, bizga rahmat qilibdi deymiz. Bugungi hadisimizning asosliq chiqadigan mazmunlar shu. Ya'ni islomninki 4 ta'limoti. Birinchisi farzlar, ikkinchisi harom ishlar, uchinchisi hududlar, ya'ni belgilamalar, to'rtinchisi Alloh taolo sukut qilgan ishlar. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom yana bir hadisda al-halal ma halallohu fi kitabi. Halal Alloh taolo o'zining kitobida halol qilgani, harom bo'lsa Alloh subhanahu va taolo o'zining kitobida harom qilgani, va ma sakata anhu fa huwa mimma afa anhu. Alloh taolo sukut qilgani, gap qilmagani bo'lsa, u Alloh subhanahu va taolo afu qilgan ishlar deydi. Ikkinchi hadis bugun o'qiydigan hadisimiz bo'lsa, nihoyat muhim bir hadis. Qaysi birimiz Allohning bizni yaxshi ko'rishini xohlamaymiz? Xohlaymizmi? Qaysi birimiz kishilarning bizni yaxshi ko'rishini xohlamaymiz? Albatta xohlaymiz. Kishilar bizni qanday qilsak yaxshi ko'r deb qilmaganimiz qolmaydi. Qanday qilsak bizga kishilar ko'p yurak beradi deb qilmaganimiz qolmaydi. Amaliyotda buning formulasini Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bu hadisda ko'rsatib qo'ydi. Nihoyat oson. Allohning sevgisiga erishishning formulasini va shundaqla kishilarning sevgisiga erishishning formulasini Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom mana shu biz hozir o'qiydigan hadisda ko'rsatib qo'ydi. Unda o'zi biz hadisninki tekstini o'qiylik, undan keyin sharhlab An Abil Abbas Sa'd ibn Sahl as-Sa'idi radhiyallohu anhu qal Abil Abbas Sa'd ibn Sahl as-Sa'idi radhiyallohu anhu naql qilindi. O mundaq dedi: "Ja'a rajulun ila nabiy sallallohu alayhi va sallam." Bir odam Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning qashiga keldi. Faqal, undan dedi: "Ya Rasululloh, ya Rasululloh, dullani ala amalin idza amaltuhu ahabbani Allohu wa ahabbani an-nas." Menga bir ishni ko'rsatib qo'ysizlar. Men shu ishni qilsam, Alloh meni sevsin, kishilar meni yaxshi ko'rsin dedi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bu savol qarta Allohning sevgisiga erishtiradigan, kishilarning muhabbatiga erishtiradigan bir formulani deb berdi. İzhad fid dunya. Dunyoda zohid bo'l. Alloh seni yaxshi ko'radi. Vazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Kishilarning quldagi narsa qarta ko'zing to'q bo'lsin, ko'zingni sağma, kishilar seni yaxshi ko'radi dedi. Qaraydigan bo'lsak, Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bu hadisda Allohning muhabbatiga erishishning birinchi yo'lini ko'rsatdi. O qaysi? Zohidlik. Dunyoda zohid bo'lish. Zohid bo'lish degani nima gap? Tarki dunyo bo'lishmi? To'y qilmaslikmi? Ma dunyoni tashlab etishmi? Halol narsalarni tark etishmi? Asla va asla undaq emas. Zohidlik tarki dunyolik emas, balki ma dunyoni oxiratdan ustun ko'rmaslik. Oxiratni dunyodan ustun ko'rish. Zohidlik hargizmi muboh bo'lgan, to'g'ri bo'lgan ishlarni tashlash, rad qilish emas, balki halol bo'lgan narsalarga qalbimizning bog'lanib turishini saqlash. Masalan, farzand deymiz, mol dunyo deymiz. Halol mol dunyo. Muboh ish shunday, ammo uning qalbimiz bog'lanib qolmaslik kerak. Bog'lanib qolmaslik kerak degani nima gap? Mal dunyoga agar qalbimiz bog'lanib qolsa, uni Alloh yo'lida xarjlamaymiz. Demak, biz zohidlik yo'q. Mal dunyoga qalbimiz bog'lanib qolsa, farz qilgan zakotlarni ado qilolmaymiz, ustimizga tushgan majburiyatni ado qilolmaymiz, millat yo'lida xalqimiz yo'lida xarjlayolmaymiz, oxiratga o'finimizni avatolmaymiz. Mana bu vaqtda bizning qalbimiz dunyoga bog'lanib qolgan bo'ladi. Garchi biz haloldan mol to'plagan bo'lsak-mu, bizda zohidlik bo'lmagan bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo bizni bu vaqtda yaxshi ko'rmaydi. Jiq pul topaylik, jiq farzandimiz bo'lsin, ammo qalbimiz bog'lanib qolmasin. Mal dunyo bizning xo'jayinimiz bo'lib qolmasin. Biz mal dunyoning xo'jayini bo'laylikki, mal dunyo bizning qalbimizdan ayrim tursin. Mana shunaqa vaqtimizda ondan keyin biz boy bo'lsak-mu zohid bo'lib. Shunga zohidlikni cho'qima kambag'allik bilan, faqirchilik bilan birga akilib tushmasa qolmaydi. Faqir turib zohid bilanmaslik mumkin bir odam. Ya'ni faqir bo'lsa-mu, mal dunyoga nihoyat muhabbati bor odamning. Qalbi bog'lanib ketgan, faqir bo'lsa-mu zohid emas. Ammo bir odam boy, ammo mal dunyoga qalbi bog'lanmagan. Mal dunyo uning yuragida emas, qulda. Bu odam zohid. Shunga zohidlik hargizmi yo'qsullik emas, balki boylik bo'lsa-mu, mal dunyo bilan g'aflatda qolmaslik, uningga qalbi bog'lanib qolmaslik. Demak, zohidlik deganimiz u qalbning amali, qalbda bo'ladi. Zohidlik deganimiz qalbning mutlaq Allohga bog'lanishi, dunyodan oxiratning insonninki ustun kirishi, mana bu zohidlik. Mana mushundaq bo'lgan vaqtimizda Alloh subhanahu va taolo bizni yaxshi ko'radi. Unda bo'lsa, mana mushundaq zohidlikni, mana nazariyasi bu. Amaliyotga qanday qilib chiqamiz? Bu zohidlikni qanday qo'lga keltiramiz? Insonning tabiatida mal dunyoni yaxshi ko'radi. Insonning qalbi mal dunyoga bog'lanib, lam qog'ili oralli turadi. Bundan qanday qutulamiz? Alloh subhanahu va taolo Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomda zohidlikni yetildirish uchun bir qancha tavsiyalarni qilgan. Uning eng muhimlarining qatoridan Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga va shundaqla bizlarga wala tamuddanna aynayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya. Biz kuffarlardan bir kishilarga bergan dunyo ne'matlari va zibu-zinnatlari sening ko'zingni qamashtirmasin. Sen ularga ko'zingni tashlama. Buni bizga da'vat Allah subhanahu va taolo. Ey yoshlar, bu dunyodagi mashhur fenomen deb atalgan bu kofirlar sizlarni havas qildimisin. U narsaga ko'zingni solmanglar. Buning bilan ularni biz sinaymiz deydi. Linaftinahum bi. Ana shundaq mol dunyo berish orqali, ana shundaq shuhrat berish orqali 11 ularga nisbatan imtihon. Va rizqu robbika khayru va abqa. Haqiqiy Allah subhanahu va taoloning bergan rizqi
va shundaqla savobi eng yaxshidir va mangu qog'uchidir. Abaqa mangu qoladi. Ammo dunyoda biz havas qilgan u kafirlar, u dangliq turuvchi olpalari qanchalik yashaydi? U boyashli turmushda qanchalik yashaydi? 40 yil, 50 yil o'ladi, so'ng qilib chiriydi. Uning jasadini qutlar o'lishidi, mol dunyosini balları ölüşüdür. Haqiqiy rizq degan o'lmaydigan, mangu qoldigan. Shuning uchun varizqu robbika xayru va abqa. Sizning Robbingizning rizqi, savobi mangu qolguchidir deydi. Shuning uchun zohidlikni qo'l keltirishniki birinchi yo'li nima ekan? Boshqalarga havas qilmaslik. Dunyoda mashhur bo'lgan kishilarga, milliarderlarga havas qilmaslik. To'g'ri, ularning tajribalarini paylansak bo'ladi. Ammo qalbimiz ularga havas qilib ketib, o'zimizni yo'qotib qo'ysak, bu vaqtda bizning qalbimiz bu dunyoga bog'lanib ketadi. Amaliyotda bu shunday dunyodagi mashhur fenomen deymiz, bu shunday top cho'lpallar deymiz. Bu shunday kishilarga bog'lanib ketgan. Bu shunday kishilar tirikchilikni qo'lga keltirolmaydi. Aksicha hurum bo'lib qoladi. Chunki bunday kishilarda jafoga chidash ruhi yo'nmaydi. O'zi havas qilib olgan shu kishilarga o'xshash bir ikkichilar bo'lishni orzu qiladi. Tirikchan bo'lolmaydi. Bu kishilarga, bu yoshlarga nisbatan shu dunyoda ziyonliq, oxiratda ziyonliq. Oxiratda bo'lsa, ularga havas qiladi, ularning xato ishlari, aqidamizga zid qilgan ishlarimi güzel ko'rinadigan bo'lib qoladi. O'zining oxiratlikni yo'qotib qo'yadi. Biz havas qilgan ba'zi kishilarga Alloh subhanahu va taolo ba'zi ne'matlarni ularni mukofotlash uchun emas, azoblash yuzidan berishi mumkin. Yani Allah subhanahu wa ta'ala sizga ilg'or mashinlarni berdi. Ko'p pul berdi. Andan Allah subhanahu wa ta'ala sizdan u mol dunyolarni oldimi? U bermagandimi? Bakroq. Yo'q vaqtingizda bakroq azoblanasiz. Bu sababdan Allah subhanahu wa ta'ala Qur'on Karimda mush nuqtani bizga yuritib deydi. Fala tu'jibka amwaluhum va la auladuhum. Ularning mollari va ballari seni ajablantirmasin. Innama yuridullohu liyu'azzibahum biha fil hayatid dunya. Faqatlam Allah subhanahu wa ta'ala ularni ana shu mol dunyo va ko'p ballar orqali ma hayoti dunyoda azoblashni va ularning kafir peti jon uzishni qiladi deydi. Yani Allah subhanahu wa ta'ala ba'zi kishilarni azoblash yuzdan ondan uningga ko'p mol dunyo beradi, bola beradi. Shuning uchun halol rizq tilayli, afiyat bilan, xotirjamlik bilan tilayli. Chunki bilmaymiz, u berilgan mol dunyo, berilgan ko'p farzandlar bizga ne'matmi yoki azob olib kelamdi, bola ulamdi yoki balo ulamdi, uni biz bilmaymiz. Shuning uchun dunyoda havas qilgan hech narsa yo'q. Hammasi imtihon. Boylikmi bir imtihon, yo'qsullikmi bir imtihon. Mushunaqni o'ylagan vaqtimizda ondan keyin biz boshqalarga havas qilmaymizda, o'zimizda zohidlikni yetildiramiz. Zohidlik bizni yetilsin nima bo'ldi bilamizlar? Alloh taolo bizni yaxshi ko'radi hadis deyilgandek. Alloh subhanahu va taolo bizni yaxshi ko'rsin bo'ladi. Iza ahabballohu abdan nada Jibril. Alloh subhanahu va taolo bir bandani yaxshi ko'rsa, Jibrilni chaqiradi. Innalloha yuhibbu fulanan fa ahibbu. Ey Jibril, Alloh subhanahu va taolo falonni yaxshi ko'rdi, sen uni yaxshi ko'rgan deydi. Ondan keyin Jibril uni yaxshi ko'radi. Ondan keyin Jibril osmon ahlini, ya'ni butun farishtalarni men chaqirib, innalloha yuhibbu fulanan fa ahibbu. Haqiqatan Alloh subhanahu va taolo falonini yaxshi ko'radi, uni yaxshi ko'ringlar deydi. Ondan keyin osmon ahlining hammasi u kishini yaxshi ko'radi. Ondan keyin nima bo'ladi? Fayuda'u lahul qubulu fi ahli al-ard. U kishi uchun dunyoda e'tirof qilinadigan bir holat shakllanadi. Ya'ni kishilar uni yaxshi ko'radi, kishilar uni e'tirof qiladi, kishilar uni qabul qiladigan shunday holat bo'ladi deydi. Ya'ni Allohni yaxshi ko'rishniki eng chong mukofotlardan birisi mana shu. Hadisning birinchi bo'ligining mazmuni qaysi? Zohidlik. Bu Allohning muhabbatiga bizni erishtiradigan eng muhim omil. İkinci bölük bo'lsa, kishilarning muhabbatiga erishtiradigan omil. U qaysi? Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisni aytib ochiq deb qo'ydi. Boshqalarning qo'lidagi ko'z solma. Ya'ni boshqalarning qo'lidagi narsaga ko'z solma. Ba'zi kishilar bor, boshqalarning qo'lidagi narsani har xil usullar bilan ağız keldigan, onun qiziqadigan, har xil usuldan asam sasam deydigan. Yani kishilarga manfaat yetkazish ulardan chiq kelmaydi. Davomli boshqalar manfaat asam deydigan bu shundaq bir kishilar. Amaliyotda bu kishilar suylamdi, suyulmaydi. Yaxshi ko'rilmaydi. Demak, boshqalarning muhabbatiga erishiman deydi ekansiz. Boshqalarning qo'lidagi hech qanday bir narsaga ko'z qiringizni solmang. Sizda bu xil iffat bo'lsinki, ondan keyin sizni kishilar yaxshi ko'radi deydi. Demak, buning formulasi oddiy ekan, oddiy ekan. Shuni har vaqt bizda batto'g'i, masalan, to'q vasuqliq deymiz. Ko'zi to'qliq deymiz. Mush hislar yetilgan vaqtimizda ondan keyin bizni kishilarmi yaxshi ko'radi. Qaydan bo'lsak, payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bu hadisi yuqorida o'tganimizdek Allohning muhabbatiga erishishniki va shundaqla kishilarning muhabbatiga erishishniki nihoyat muhim bo'lgan formulasini biz ko'rsatib qo'ydi. Buni hammamiz qila olamiz. Alloh subhanahu va taolo bizning so'zlaganlarimizga, anglaganlarimizga, o'rganganlarimizga amal qilishni nasib qilsin. Bugungi darsimiz mushada qilishdi. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil Muhammedur Rasulullah